اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik aziz qarindoshlar. Bizninki ilgariki dersimiz yine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabilari, ümmetning avangardlari bo'lgan sahabilar hayoti ustida ders qilib kelyapmiz qarindoshlar. Biz aldınqı dersimizde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin o'rinbosari xalifasi, ümmeti Muhammediye'nin emiril mu'minini bo'lgan Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nun Mekke hayatı hakkında qisqacha to'xtalib o'tgan edik. Bu sahabenin hayatı bizge nurg'ulg'an ders ve ilimlerini beradigan bo'lib, biz bu sahabenin hayatını 3 kısımga bölüşünü doğru görüp, birinci kısımlıqı Mekke hayatı, ikinci kısımlık bugün sözleydiğimiz Medine hayatı, üçüncü kısımlık olsa halifelik devri dep 3 kısımga böldük qarindoshlar. Bugünkü dersimiz muşu mübarek sahabe bolgan, ümmetning avangardlarining eng beshi bolgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem degan qasa insonlar ichidagi eng esil kishi deb ta'riflangan xalifa Amirul Mu'minin Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu haqida ders qilamiz qarindoshlar. Bu mübarek sahabe aldınqı dersimizde sözlügenimizdek Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen hicret seferini ayaqlatırıp miladiye 622 yılı 10. ayının 23. yoki 24. külleri tarixshunoslarning bekitişiga asosan 10. ayının 23 yoki 24. küller atrofida Medine'nin beşi bo'lgan Quba diyariga yetib keldi. Quba diyariga Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga yetib kelgandan tortib ta vaqtga qadar yanala Mekke hayatida qilgan bütün fidokorlikni, bütün sadoqatmanlikni, bütün taqvodorlikni, bütün faoliyatchanlikni, rostchilikni, haqiqiy amaliy faoliyatchanlikni yana Madinada uningdan birasi qatlab ko'rsatishga boshladi qarindoshlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Quba diyariga yetib kelgandan keyin islom tarixida tunji silingan Quba mescidini qurib chiqdi. Ve şu diyarga Quba mescidini silib, kishilarni jamoat qilib birlashtirgandan keyin Madinening ikki tarafiga safar qilib mandi. Ve Medine'de Allah subhanahu ve ta'alaning buyruq bilan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletinin ulunu qurishga boshladi. Dastlabda Masjid-i Nabavi ve onun o'xshashligan bir qancha faoliyatlarni ilib bordi. Bu Rasululloh tarix darslarida so'zlanadi. Mana mush vaqtdan tortib Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamga haqiqiy yordamchi bo'ldi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke diyarıga şu mescidni silib, şu jilnisi Allah subhanahu ve ta'ala tarafdan uzina lillezine yuqataluna bi annahum zulimu ve innallaha ala nasrihim laqadir. Allah subhanahu ve ta'ala zulümge uçurgan ana şu musulmonlarga, şu musulmonlarga cihatga urushga Allah subhanahu ve ta'ala izni qildi. Agar ular Allah'ning rasulining buyruqiga itoatmanlik qilib ko'rsatgan buyruq ve to'sqan narsalardan yenib şu ko'rsatma bo'yicha cihat yo'liga otlanadigan Allah subhanahu ve ta'ala bularga yordam berishga albatta qodir deb Allah subhanahu ve ta'ala Peygamber aleyhisselamga cihatga izni bergan şu jilnisdan tortib Abu Bakr radhiyallohu anhu ta Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallam vafatgacha bu bütün janglarga Abu Bakr radhiyallohu anhu qatnashdi. Şunu bilan birga Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamning meclis yani şura a'zolarining qatorida edi.
Peygamber Aleyhisselam için kıymetlik fikirlerini, kıymetlik taleplerini ve Peygamber Aleyhisselam oturup koygan her kandak fikirge rağbetlendiriş, kollaş, avaz beriş faaliyetlerini nayeti mükemmel halette elip mağda qarindoshlar. Mana şu Medine hayatida Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun kılgan nurgullıgan işleri bolup, şuningdan biz bir qanchisini örnek kılıp sözlep mağamız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bayam degenimizdek cihat izni söylen bütün katnaşkan cihatlağa Abu Bakr radhiyallahu anhu qapqanmasdan qatnaşdı. Bedir uruşı da bar edi, Uhud uruşı da bar edi. Uhud urushidagi namullardan birini sözlesek, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ölüm haberi tarqalib yalğaladan sahabeler nima qilishlarini uqmay Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalğız qilgan vaqtda Rasulullah'ның qishig'i o'ylashib Rasulullah'ni qo'g'digan 15 kişinin 8 muhaciri 7'si ensari bo'lgan 15 kişinin içinde Abu Bakr radhiyallahu anhu bar edi. Abu Bakr radhiyallahu anhu başliq bu sahabeler Rasulullah'ni özünün jini bilan qo'g'didi qarindoshlar. Bular dedi ki tang ovoz qilib, ey Rasulullah, sen için jinimiz pida. Seni bütün vücudumuz bilan, nefsimiz bilan qo'g'daymiz. Sizlarni hergiz terk etmeymiz degan shuar asosida Peygamber aleyhisselamni qo'g'didi. Peygamber aleyhisselamning qishida chingza mükemmel holatda jinini pida qilgan holatda ko'ksillari bilan o'qtisib Rasulullahni qo'g'digan pidokorlikni ko'rsatdi. Yana mana shu Uhud urushida Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun o'g'li va bir dadasi bir turkum urug' tuqqanlari musulmon bo'lmagan edi. Şu urushda o'g'li bo'lgan Abdurrahman qarshi mushriklar sepidan do'yilga chiqdi. Do'yilga kim men bilan ilishidi deb qilich yalang'ashlab chiqqan vaqtda o'g'lim bir ish bo'lib qolarmi, boshqalar o'ltirib yutami demasdan darhol qilichni yalang'ashladi. Maqsadi o'z o'g'lini Allah'ның buyrug'iga kirmagan, Allah'ның Rasulining itoatiga kirmagan, islomga qarshilik qilgan, Allah'ның yo'lidan to'sgan ana shu Qurayshlar bilan birlashgan o'g'lini o'z qo'li bilan o'ltirish uchun qilich yalang'ashladi. Ma ahvoli qaraylik qarindoshlar. O'zining o'g'li edi, yurak parisi edi. O'z o'g'lini o'z qo'li bilan o'ltirish uchun qilich yalang'ashladi. Bu vaqtimizda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem to'xtab qal Abu Bakr, to'xtab qal deb Abu Bakr radhiyallahu anhu'ni bu do'yilga chiqishdan to'sab qo'ydi. Mana bu Abu Bakr radhiyallahu anhu'ning Rasulullohga bo'lgan sadoqatmanligi, islom uchun bo'lgan fidokorligi va o'z iymoni, o'z mas'uliyatidagi haqiqiy rostchilligi. Ana shu rostchilligining namoyandasini ko'rdikki, o'z o'g'lini o'z qo'li bilan o'ldirishga o'zi qilich yalang'ashladi qarindoshlar. Va yana shu Abu Bakr radhiyallahu anhu'ning Makkadagi qilgan faoliyatlaridan birisi Xandak urushi bo'lgan vaqtda Xandak qo'lashga o'z qo'li bilan qatnashib, dumbillarga taqa ko'tarib, kiyimlariga to'piq ochilib Xandak qo'ladi. Och qo'sa holatda hech qanday yeydigan narsa yo'q, chiroyi sulg'un bo'lsa-mu, islom uchun bo'lgan, Allah ve Allah'ın Resulü için bo'lgan şu muhabbetining huzuri ve şu muhabbetning tesirida o açlık, o japani hech qanday japa ve mushaqqat sezmedi. Ve şunun bilan birga Ayşe radhiyallahu anhadan rivoyat qilingan hadisda qarindoshlar, Madinaga kelgandan keyin Abu Bakr radhiyallahu anhuga havosi yaklab qattiq qizitma kasaliga giribtor bo'lgan edi. Ig'ir og'irgan edi. Bilal bilan bu ishga nihoyatda dadpariyat qilgan edi. Ana ashundaq mushaqqatlik kunlarni ham o'tkazgan edi qarindoshlar. Va eng bakrak o'rnak bo'lgan haqiqiy payg'ambar alayhisolamga loyiq xalifa, ummatga rahbar bo'lishga munosib bir xizmatni qilgan edi. O xizmat bo'lsa-mu, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir turkum sahabelarni boshlab Makkaga umr qilg'ili atlandi. Hudaybiyada kafirlar tarafından to'xtab qoldi. Bu vaqtning o'zida Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kafirlar bilan sulhga tushdi. Bu vaqtda musulmonlarning xolamaydigan ba'zi bir ishlar yuz berib qoldi.
Ve bu vakitte Müslümanlar biraz bir aram oldu. Yani bu işini bir xil xorluq, İslam'ını bir tüven görüş halatı eskip kaldı. Bunun içinde Ömer razıyallahu anhu baydı. Ömer razıyallahu anhu nahayetli bek jangovar zat boğaşqa bu faaliyet, bu ahval Ömer razıyallahu anhu'nun sel açığını ve sel gururunu kozgap koydu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den kışığı kep baktı. Ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kılvatkan işinin doğruluğunu, o Peygamber aleyhisselam Allah'ın peygamberi ekenligi ve Allah hiç qanday bir vakitte asi olmaydıqanligini bildi. Peygamber aleyhisselam'ın kışıdan Ebu Bekir razıyallahu anhu'nun kışığı bir baray. Men degендek oylavatydakçan dep Ebu Bekir razıyallahu anhu'nun kışığı geldi. Ebu Bekir razıyallahu anhu nayeti sabırcallık bilen hakiki bir siyasiyon, hakiki bir rehberge layık halatda Peygamber aleyhisselam degen sözünün özüne dedi. Diyen ki ey Ömer sen aldırıp gitme. İnnehu Resulullah. Bu peygamberimiz bolsa Allah'ın elçisi. Ve leyse ya'si rabbeh. Bu peygamber aleyhisselam Allah subhanahu ve teala'ga hiçbir vakit asi olmaydı. Allah'ın buyruğu karşı çıkmaydı. Ve huve nasiruh. Allah subhanahu ve teala peygamber aleyhisselam'a yardım berdi. İstemsik bir Peygamber aleyhisselam'nın ki buyruğunu sen çıng tutkun. Ey Ömer, Peygamber aleyhisselam'nın buyruğunu çıng tutkun. Peygamber aleyhisselam innehu alel hak. Peygamber aleyhisselam hak üstüde dep Ebu Bekir razıyallahu anhu bu sözünü kıldı. Yani Peygamber aleyhisselam bunu bilip kılıvatıdı. Peygamber aleyhisselam Allah buyruğunu kılıvatıdı. Peygamber aleyhisselam bu işinin mahiyetini aqıytını obdan bildi dep Ömer razıyallahu anhu'nun teskin tapqızdı. Mana bu ahvalı qarab baqılı qarindaşlar. Bunundan Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir razıyallahu anhu'nun Peygamber aleyhisselam'nın qanchalik bilimni olganligi, Peygamber aleyhisselam'nın qanchalik tushunganligi ve olgan bilimning qanchalik ta'sir qilganligi ve Peygamber aleyhisselamdan keyin xalifa bo'lishga haqiqiy layoqatlik ekanligini mushu so'zlari bildirdi. Yani to'liq tashqan ishonch bilan Peygamber aleyhisselamga ishni topshirdi. Ve şunun bilan birga Peygamber aleyhisselam buyurgan bütün janglarda Peygamber aleyhisselam bilan birga bo'ldi. Ve Ebu Bekir razıyallahu anhu'nun tüven kişilerini kumandan kılgan vakitte Ebu Bekir razıyallahu anhu şu sahabenin şu kişinin kumandanlık aslında sep düzüp jang kıldı. Ve men onundan üstüntem, men sile bilan garda birga bo'lgandim, men onundan yaş jihati yuqoridim, men iqtidorliqdim demedi. Resulullah, Allah'ın Resulünün buyruğu çın esildi. Hakiki kemter buldu. Sadaqatmen buldu qarindaşlar. Biz ahvalimizni gellep bakaylı. Mana shundaq ishlar bizning ustimizga kelsa, biz qaysi pozitsiyada bo'lamiz? Darhol itoat qilib, kichik bo'lsin, qanday qadam bo'lsin, shunga itoat qilamizmi? O'zimizni cho'ng tutib takabburlik qilamizmi? Bu bir dars ilish tegishli muhim temalarning qatoridan birisi qarindaşlar. Ve şunun bilan birga Ebu Bekir razıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'ның yani meslet grupsining qatorida edi. Nurg'on qatim fikr bergan fikrlari elinmasa ko'ngli yerim bo'lmadi. Ba'zi fikrlar qarshi chiqilsa uningga adovat tutmadi. Elingan fikrlarga o'zini ko'ranglab ketmadi. Nahayati mening bu mas'uliyatim, men shura a'zosining qatoriga qitildim, mas'uliyatim fikr berish. Şu fikrimni elish shura beshining mas'uliyati ve onun qarori bilan bo'ladi degan asosda faoliyat qildi. Biz buningdanmi bo'libmi hozirgi vaqtimizda alohida bir dars olmoqligimiz lozim qarindoshlar. Va yana Ebu Bekir razıyallahu anhu'nun alohida faoliyatlaridan birisi qarindoshlar. Makka fathi bo'lgan yilnisi Ebu Bekir razıyallahu anhu'nun dadisi Ebu Quhafa musulmon bo'lmagan edi. Şu vakitte Ebu Quhafa nait qirib qalgan, çaşlı aqırgan, közleri qarg'u bo'lgan, yaşangan kişi edi. Yo'tlab Resulullah'ның qishiga ey Resulullah, dadam musulmon bo'lmoqchi, islomga da'vat qilsizlar deb keldi. Bu vaqtda Resulullah dedi ki, dadam yaşanib qapti. Agar keltirmagan bo'lsam men borsam bo'lmamdi. Degan vaqtida Ebu Bekir razıyallahu anhu dedi qarindoshlar. Ey Resulullah, sen Allah'ның elçisi. Sen bir peygamber. Bu dadam
cho'qim sening qishingga kelish kerak degan so'zni qildi. Va ta desa payg'ambar alayhisolamning musulmon bo'l degan da'vatiga ovoz qo'shib musulmon bo'ldi. Butun urug' tuqqan oila bo'yicha Abu Bakr roziyallohu anhu jamoati musulmon bo'ldi. Abu Bakr roziyallohu anhu yana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning butun buyruqlarini hambicha keltirdi. Shuning birisi Hudaybiya yilnisinki bir yil keyin umrining qazosini qilib o'tgan vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom Abu Bakr roziyallohu anhuni bosh qilib muftiy qilib o'tdi. Rasulullohning o'rnida fatvo berdi. Rasulullohning o'rnida bu karvonga boshchilik qilib, nihoyat muvaffaqiyatli holatda umrini tugatib, sog' salomat holatda Madinaga qaytdi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vidoda hajjiga safar qilgan vaqtning o'zida Rasulullohga haqiqiy yordamchi bo'lib maqdi. Yana muhim darslardan birisi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalarga dars so'zlab mundaq dedi. Allah bir bandiga ikki tanlashni berdi. Mushu dunyoda qilib qilishni va Allohning huzuriga, Allohning dargohiga qaytishni tanlash qildi. U banda Allohning dargohidagini tanladi degan vaqtning o'zida boshqa insonlar, boshqa sahobalar boshqa yerlarga diqqatlarini og'dirib, boshqa fikrlarga kirib ketdi. Bu vaqtning o'zida Abu Bakr roziyallohu anhu bulduqlab yig'lab ketdi. Abu Bakr roziyallohu anhuning aql iqtidori, zakiyligi, nihoyat zirak ekanligi, aqlning mukammal ekanligi bu kishining kim ekanligini darhol sezib bo'ldi, bilib bo'ldi. Boshqalar deb ketganki, "Ma odamga qaranglar, payg'ambar alayhisalom boshqa bir odamning gapini qilib olsa, ma odam yig'layotdi" deb qoldi. Ammo keyin hammasi bildiki, bu bandadan maqsad payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam edi. Payg'ambar alayhisalomga Alloh subhanahu va taolo mushu tanlashni bergan vaqtida payg'ambarimiz, muborak payg'ambarimiz Allohning huzuriga, Alloh tarafga qaytishni tanlagan edi qarindoshlar. Mana bu Abu Bakr roziyallohu anhuning zakasi edi. Anglab bo'lganaman, bu muborak hamroyi Allohning payg'ambaridan ayrilishga chidamay, buni tushunib darhol ko'z yesh qildi. Bu vaqtning o'zida Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalom ko'rib dediki, "Mening ummatimning ichida menga eng omonatimga eng ishonchli kishi Abu Bakr. Masjidning atrofidagi boshqa kishilarning ishlarining hammasini taqib etinglar. Abu Bakr roziyallohu anhuning ishini qo'yib qo'yinglar" dedi. Bu ishni qo'yib qo'yinglar deyishdiki maqsad ham qarindoshlar, payg'ambar alayhisalomning Abu Bakr roziyallohu anhuning xalifaligiga ko'zishining bir nishoni va belgisining qatoridir. Va yana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr roziyallohu anhuni ajoyib yaxshi ko'rdi-ki va xalifalikka eng muvofiq deb qaraydigan so'zlardan birisi yana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lgan vaqtida atrofidagi kishilarni Ayşe roziyallohu anha boshliq Abu Bakr roziyallohu anhuni o'z o'rnida namoz o'qitib berishga buyurdi. Ayşe roziyallohu anha qayt qarindoshlar, Abu Bakr dil sunuq kishi, sizning o'rinlarda tursa yig'lab o'zini tutib olmaydi. Umar roziyallohu anhuni buyursizlar deb bir qancha qitim dedi. Payg'ambar alayhisalom bir qancha qitim dedi, ular shu javobni berdi. Bu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom nihoyat qayib ketib, "Men Abu Bakr roziyallohu anhuni desam siz Umar deysizlar" deb qayib ketdi va payg'ambar alayhisalomning o'rnida tunji qitim payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida Abu Bakr roziyallohu anhu boshqalarga imom bo'lib namoz o'qitdi. Va xalifalikdan burun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam vafot topgan vaqtning o'zida, butun kishilar qaymoqqa vaqtning o'zida, bo'linish holati, xavfli holat kelgan vaqtning o'zida, hatto nihoyat jasoratli bo'lgan Umar roziyallohu anhu nima qilishini bilmay, payg'ambar alayhisalom hayot o'lib ketdi deydi, Alloh o'zi qilichidan kallasini olmaydigan vaqtning o'zida Abu Bakr roziyallohu anhu o'z maydonini aniq qildi qarindoshlar. Yana agar sizlar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ibodat qilmoqchi bo'lsanglar, payg'ambar alayhisalom o'ldi, vafot topdi, Allohning huzuriga dargohiga qaytdi. Ammo sizlar mangu o'lmaydigan, mangu hayot Allohga ibodat qilsanglar, Alloh subhanahu va taolo mangu hayot o'lmaydi deb
Sura Ali İmran'ın 144. ayetini okup edi. Yani tercümesini sözlesek, Allah subhanahu ve teala bu ayette degen ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. Eğer o peygamber olsam ölse ya ki öldürülse, sıra akınlığı yenem sıra. Kandak kişi peygamber aleyhisselam denkin aykığı yanediken, o Allah'a zerrecilik, kılçılık siya yetküzenmeydi o. Degen ayetinin mezmun karakterlik, muş ayetin sözü, muş ayetini Ebu Bekir Raziyallahu okup edi. Bu vakitte Ebu Bekir Raziyallahu dep ketken ki, men bu ayetini tuncu ketim okudum, oğulgandek buldum, degen tuyguğa kelgen. Qarindaşlar, Ebu Bekir Raziyallahu Peygamber İslam'ның terbiyesi boyunca yetilgeçke, hakiki halifelikki makamıga layık zat boğaşka, derhal meydanga çıkıp, bütün kişilerinin kaymakkan, her tarafı boğan hiyallarını kesip, inik halette Peygamber İslam'ның ornuğa çıktı. Ve kişilerini bu sarasımıdan, bu bölünüşten, bu kaymak işten derhal tosap kaldı. Mana bu, hakiki sahabıga layık cüret. Sahabıga layık hizmet qarindaşlar. Ve Ebu Bekir Raziyallahu Anhu'nun en ahirki bir işini sözlep ayaklaştırmamız qarindaşlar. Ebu Bekir Raziyallahu Anhu bütün hayatıda kılgan hem işini Allah rızalık uçullam kılgan qarindaşlar. Bunun bir misali hemimizge ma'lum bo'lganidek Ayşe Raziyallahu Anhu'ga böhtan çaplanğan vaqtning o'zida Ebu Bekir Raziyallahu Anhu davomliq yordam qilayotgan Mistah ismli bir kishi bor edi. Kambag'al kishi edi. Bu böhtanga qatnashib, ba'zi bir böhtanlarni tarqitib, bu böhtanchilarga as qo'shib qo'ydi. Ammo Ebu Bekir Raziyallahu Anhu davomliq yordam qilib kelyapti. Davomliq yordamini aymay kelyapti. Bu vaqtning o'zida bu kishi bu işe aralashib qaldı. Ve Allah subhanahu wa ta'ala Ayşe raziyallahu anh'a ayet çürüp aklagandan keyin Ebu Bekir raziyallahu anhu sel açıgıda bu müstakiliyet qiyardamni ben degan so'zni qilib qaldı. Bu vaqt Allah subhanahu wa ta'ala ayet çürüp Sura Nur'ning 22. ayetida aranglardan fazilat egalari, iqtisodi va kishilar, miskinlarga, yaqin tuqqanlarga, mushulaga yordam qilayotgan bo'lsa, o yordamni to'xtatib qo'ymasin. Ularni kechirib afu qilib Allah subhanahu va taolo nihoyatda kechirguchi va mag'firatlik zot degan bu oyatni mazmun xarakterlik so'zildik. Bu oyat tushgan vaqtning o'zi darhol astag'firullah, men nim qilib qo'ydim ey Alloh. Men buning qilgan yordamim nafsim uchun emas edi-ku. Allah rizolik uchun edi-ku deb darhol yordamini davomlashtiribdi. Muomalasini o'xshash qilyapti. Mana bu Ebu Bekir raziyallahu anhu'nun bütün faaliyetini Allah'ның rizoligini ko'zlab qilganlikning namoyasining ustundir. Bu mübarek sahabenin qilgan yaxshi ishlari, xizmatlari nihoyat ko'p qarindoshlar. Buning hammasini biz so'zlab bo'lamaymiz. Yuqorqi voqealardan xuloslab biz Ebu Bekir raziyallahu anhu'dan sadoqatmanlikni, taqvolikni, fidokorlikni, rostchilikni, Allah'ның Resulü'ne bo'lgan muhabbatni, haqiqiy musulmonga loyiq jur'at, g'ayratni, fidokorlikni adalaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizden nahmani mushkullarning o'zida ana shu sahobalardek sadoqatmanlik, fidokorlik, Allah'ның Resulü'ne bo'lgan muhabbat, haqqi bo'lgan rostchilik, haqiqiy Allah'ның rizoligini ko'zlash yo'lidagi fidokorlikni bizdan kutib o'tadi qarindoshlar. Muşu sahabelerden örnek elip, hayatlardan ders elip, öz ameliyatimizni, öz hayatımızı bularının hayatıga tatbiqlab, öz halimizni o'ngshab, Allah'ның bizden kütken ümidi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizden kütken talebini aqlamasak bo'lmaydi. Qarindoshlar, shuning uchun so'zimizni bu yerda oyoqlashtiramiz. Keyingi darsimiz Ebu Bekir raziyallahu anhu'nun xalifelik hayoti bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala har bir odamni Ebu Bekir raziyallahu anhu'dek saf qalblik, sadoqatman, rostchil fidokorlarning qatoridan qilsin. Avlodlarimizda va Uyg'ur musulmonlarimizni ana sahobalardan o'rganib, Allah subhanahu va taoloning bizdan talab qilayotgan shu layoqat salohiyatga erishga Allah subhanahu va taoloni hammamizni Allah subhanahu va taolo ana shunday salohiyat egallaridan qilib etishini Allohdan tilayman. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Allahumma salli
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.